Mana shu ish to'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Mani brendim. Alloh menga mana shu brendni mulk qilib bergan. Mana shu ayvash yozug'ini men o'zim qo'llarim bilan chizganman. Keyin buni kompyuterga solib, buni patentlashtirganmiz. Bu meni mulkim. Allohning oldida ham, davlatning oldida ham, xalq ham biladi meniki ekanligini. Lekin bu insonga men o'tgan safar ham Xo'p, mayli, birodjon qarang. Imенно mana shu mo'ykaning egasiga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, yetib borsin. Menimcha podpischilarimiz ichida bor tanishlari. Mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Mo'ykaning egasi birodjon, meni tez auksion kanalim bor. Mana shu tez auksion kanalimda sizni shundoq tekinga reklama qilib beraman. Faqatgina tez auksionni qo'yishing shart emas. TZZ ikkita bukva bilan TZni qo'ying. Bu yog'iga U deb qo'ying, tez U. Aka, mana shu brend meniki, shaxsan meniki, o'zim chizdirganman. Logotipini ham sotib olganman, patentlab ham qo'yganman. Tez U mana men ruxsat beraman. Bemalol taqing. Qaysi mo'ykangiz bo'lsa 10 ta bo'lsa 10 tasiga. Tez U. Aka, bu brend ham chiroyli. TZZ. Ikkita bukvasi ham ancha chiroyli turibdi. Tekinga shunday mana shu brend tursa, aka, men faxrlanaman. Sizni mo'ykangizda turadi, boshqa birov umuman farqi yo'q. Men faxrlanaman bundan. Tez U deb qo'ying, aka. Vobshe zo'r turadi. Nima keragi bu boshqa qilib? Tez U qiling, bo'ldi aka. Men sizga ruxsat beraman.